أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hörmətli savoqdaşlar, bugünkü dersimiz 7-ci fəsli. Kitabımızın 1-ci babının 7-ci fəsli El-Faslu vel-Vaslu. Əmdə biz qrammatik kitablarda cümlələrin iki büləkni oturdaki atfa haqqida bir narsani o'rgangan. Masalan, arab tilida 10 turlik atfa harf bo'lib, birisi vav, summa, fa, hatta oxirigacha atfa harflari bor. Bularning har birisining o'zgarishlik ifodalaydigan ma'nolari bor. Bo'libmi fa'ning o'zgarishlik ifodalaydigan ma'nosi va summaning hattaning ma'nolarini yarqin ifodalaydi. Buni biz nahvida tafsili bayon qilgan. Ondan vav kelgan vaqtida biz grammatik kitoblarda vav masalasida vav faqat o'zidan ilgirki bo'lakni o'zining keyingi bo'lak bilan ma'lum bir mazmunda, ma'lum hukm deb qo'yamiz. Ma'lum bir mazmun, ma'lum hukmda o'rtaqlashtirish alohidligi bor. Ya'ni mayli ilgir olsun, keyin olsun, yuqori olsun, kam olsun, farqli olsun, farqsiz olsun, chiqib mushu jumlaning mazmunida va'dan ilgirki ma'tufun alayhi bilan va'dan keyingi ma'tuf o'rtaq degan uqumni ifodalaydi deb qo'yib ketgan. Ya'ni buni o'tirib chiqadigan ba'zi bir qism ikki bo'lakning o'tiridagi munosabatlarni biz u yerda tilgan bo'lgan. Endi bugungi darsimiz jumla munosabati bilan kelib qoldi. Jumlaning ichidagi bilak o'tiridagi atfa emas, balki jumlaning jumla bilan bo'lgan munosabatiga keldik. Munosabatiga, ya'ni al-faslu vel-vaslu degan mushu ikki gapning o'zi fasl deganimiz uzish deganlik, ya'ni atfsiz keltirish deganlik bo'ladi. Vasl degan ulash deganlik bo'ladi, ya'ni atfli keltirish degan bo'ladi. Endi biz fasl va vasliga qadamlanishdan ilgari jumlalarni tekshirgan vaqtimizda jumlalarning munosabati bunda 3 xil bo'ladi. Jumlalarning munosabati bunda 3 xil bo'ladi. Birisi ikki jumla favqul adda birisi munosabatlik. Xuddi ikkinchi jumla birinchi jumlaning aynisi. Cho'nqur munosabatga ega. Ya'ni biri ikkinchi jumla birinchi jumladan butunlay ayrilgan. Ya'ni faqat munosabat yo'q. Birisi osmonda, birisi zaminda. Yana bir turliki ikki jumla birisi bilan ma'lum munosabatga ega farqlantirish maqsad qilingan yoki ma'lum o'tirdi farq va o'rtaqlashtirish maqsad qilingan. Bunda bir taraflar bo'ladi. Yana buni biz odatda tavassut baynal kamalin deb ataymiz. Sal turib tushunamiz. Har holda hozir sizlarga darsning boshida demoqchi o'g'lim, ikki jumla bir abzasda kelib qolgan vaqtida, oqama-oq kelib qolgan vaqtida ikki jumlaning munosabati shu 3 turdan boshqa emas. Ya'ni birinchi jumla, ikkinchi jumla favqul adda munosabatga ega, ya'ni ikkisi xuddi bir jumladaklar yoki favqul adda o'tirdi uzuklik va ya'ni faqat munosabati yo'q. Yoki uchinchi xilasi ma'lum jihatdan bir bog'lanadi munosabatga ega, yana bir jihatdan munosabatga ega emas, ya'ni o'tirib hol keladigan jumla shakli. Tabiiyki, ikki jumla xuddi bir jumladagi bo'lgan vaqtida buni orqali bog'lashning albatta hojati yo'q. Chunki ikki jumla bir jumla. Uni qanchalik tushunaylik, uni bizning yaraqligimizdan degan vaqtimizda anglagan odamlar ikki jumlaning bir ekanligini tushunib oladi. İki cümle butunlay munosabatsiz vaqtda ham atflar kelishning hojati yo'q. Chunki vaqtida ikki zaten bir emasda uni o'lan bog'lab qo'yishning o'zi xato bo'ladi u yerda. Endi masala nima desa, ashu o'tirdiki tavassutda bo'ladi. Biz fasliga mana mushu nuqtadan kiramiz. Jumlaning xarakterini 3 ga bo'lib olib turib kiramiz. Endi avtor boshqacha nuqtadan kiradi. Anaqani biz o'zimizning uslubi bo'yicha kirayli, ikki jumlaning favqulodda munosabati bo'lgan holatni biz ittisol deb ataymiz. Ittisol odatda ikkiga bo'linadi: kamol ittisol, shibhi kamol ittisol deb. Ittisol ikkiga bo'linadi: kamol ittisol va shibhi kamol ittisol deb necha bo'linadi? Ikkiga bo'linadi. Anlekin yana birisi jumlaning butunlay munosabati yo'q qismi
kamal inqita deb ataladi. Bu ikki grupimiz kamal inqita, shibhi kamal nima? Inqita. Kamal inqita yoki shibhi kamal nima? Inqita. Nog'anda to'rt bo'ldimi? Kamal ittisal, shibhi kamal ittisal. Kamal inqita, shibhi kamal inqita. Ma to'rt o'rinning hammasida keskin paslik keltiriladi. Keskin fasli keltiriladi. Endi at-tavassut baynal kamalaynda bir o'rin bor. Ya'ni biz bayatdan kamalni, ittisal, ikki jumla o'rtasidagi munosabatni ya to'liq bog'lanadi buni ittisal dedik. Buni ikkiga bo'ldik, kamal ittisal, shibhi kamal ittisal. İki cümle oturdu, püteley münasebet bulmasa, bunu ne dedik? İnqita dedik. Bunu ikkiga böldük. Yani kamal inqita, shibhi kamal nima? Inqita. Endi ikki kamal oturdu. Yani kamal ittisal, shibhi kamal ittisal, shibhi kamal inqita, kamal inqita, shibhi kamal inqita ning oturdu. Mushkisning oturdu bir holat bo'ladi. Yani ittisalga mı tava emas, mayli kamal olsun yoki shibhi olsun, yoki inqita tava emas, kamal olsun yoki nima bo'lsin, shibhi kamal olsun. Munda holatdimi ham nima keltiriladi? Fasli keltiriladi. Unda olganda 5 o'rinda fasli keltirildi ekan. Bizda kitobning ichiga kirmadik. Kamal ittisal haqiqiy nima, uning tafsilotiga kirmadik. Kamal inqita degan nima tafsilotiga kirmadik. Tavassut baynal kamalayn degan nima kirmadik. Lekin biz faqat atalg'ini yodlayapmiz hozir. Kamal ittisalda fasli, shibhi kamal ittisalda fasli, kamal inqita fasli keltiramiz, shibhi kamal inqita fasli keltiramiz. At-tavassut baynal kamalaynda, at-tavassut baynal kamalaynda hem fasli keltiramiz, hem fasli keltiramiz. Onda 5 o'rinda fasli keltiradigan bo'ldi. Necha o'rinda? 5 o'rinda. 2 o'rinda vasli keltiramiz. 2 o'rinda vasli keltiramiz. Ya'ni buni atalg'usi birisi 2 jumla xabaran va insha'an ittifoq bo'lsa. Xabaran va ittifoqan insha bo'lsa. Bu bir. Yana birisi fasli keltirsak, at-tavassut baynal kamalaynda, at-tavassut baynal kamalaynda fasli keltirsak ma'no buzuluş ehtimali var. Yani fasli keltirishning bir ma'ni var. Fasli keltirsak ma'no buzuladi. Bunda qolib qolsa, bu vaqtda fasli keltiramiz. Tamam. Ana o'quvchimizni biz talab qilganimiz hozircha. Tahi ichiga tafsil kirmadi emasmi? Atrofdagi tafsilotni to'liq tushunmaymiz. Ammo musha ahvol ostidami fasli va vaslining o'rinlarini kallasqa, zihningizga o'zlashtirishni so'raymiz. 2 cümle aqidin kelgan o'rinda 5 xil ahvol ostida cümleler birisi-birisiga vasliq keltiriladi. Ya'ni atfsiz keltiriladi. 2 xil ahvolda atflik keltiriladi. Vasli keltiriladigan 5 xil ahvolning birisi kamal ittisal. Kalzihningli bo'lsin, kamal ittisal. Nima tafsilot bilan o'rganamiz. Shibhi kamal ittisal, kamal inqita, shibhi kamal inqita, at-tavassut baynal kamalayn. Mushu 5 o'rinda fasli keltirildi bu. Esingizda bo'lsin. 2 jumla xabaran insha'an ittifoq kelgan vaqtida vasli keltiramiz va fasli keltiriladigan at-tavassut baynal kamalaynda fasli keltirsak ma'no buziladigan bir ma'no bo'lib qolsa, u vaqtda vasli keltiramiz. Mana 2 o'rinda vasli keltiriladi. O'g'anda fasli vaslining o'rni, faslining o'rni 5, vaslining o'rni 2 bo'lib, jami necha bo'ldi? 7 bo'ldi. Endi Abdurrahim bizga mush ikki jumla o'tiradigan munosabat, fasli vaslini ayirish ahvolini tushuntirish jarayonida bizga sal tushuniksiz shaklda keltirilgan bo'g'ach, men shu darsning beshida garchi aniq tafsirni tushunolmasanglarmi hozir deyotgan gapimni, lekin o'zlashtirish nuqtasidan avval sizlarga bilib berdim. Ya'ni fasli keltirilgan o'rin 5, vasli keltirilgan o'rin 2, jami 7. Endi biz tafsili ikilimiz mushu 7 o'rinni zehnimizda obdan tutib olsak, sal turib tushunilgan yerda, mana ma'vo kamal ittisal degan shu fasli keltiriladi. Ma'vo at-tavassut baynal kamalaynning ma'ni yo'q holat fasli keltiriladi. Ma'ni ba holat fasli keltiriladi degandek turlar bo'yicha qanday qilamiz ayirib olamiz. Masalan, kelayanda o'sha darsning o'ziga Abdur gapni boshlayotdi. Al-waslu
atfu ba'dil jumal ala ba'd. Bazı cümlelerini bazı cümlelerine atf qilishni biz vasl deymiz. Vel faslu terku hadal atf. Fasl deganimiz mush atfini qana qilish, tashlash. Hamda fa iza atat jumlatun ba'da jumla, bir jumladan keyin kelsa, jumlada odatda aqaqin kelib qolgan vaqtida فإما أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب أو لا يكون. birinci cümlenin gramatikilik o'rni bo'ladi yoki bo'lmaydi. Birinci cümlenin gramatikilik o'rni bo'ladi yoki bo'lmaydi. Masalan, bir qisqasini olsam, daraba Zaydun kharaja Amrun. İki cümle. İki cümlenin daraba degan cümlenin gramatikilik o'rni yo'q mu o'rnida? Kharaja Amrun. Bu ikinci cümle. Bu bir. Ahmad yaktub ve yaqra. Birinci yaktub degan cümlenin gramatikilik o'rni bor. Yani bu cümledeki haber bölek. Mana bu şekilde. İki cümle aqaqdan keladi. Birinci cümlede ba'zida cümlenin gramatikilik o'rni bo'lgan bo'ladi, ba'zida bo'lmaydi. Shuni qarab muomala qilamiz. Diqqat. فإن كان لها محل من الإعراب eğer birinci cümlenin i'robdan o'rni bo'lib ikkinchi cümleni şu birinchi cümledeki hükümde o'rtaqlashtirish maqsad qilingan bo'lsa ikkinchi cümle birinchi cümlege atf qilinadi, xuddi mufratga atf qilingandek. Xuddi men bayonga kelgandek Ahmad yaqra'u ve yaktubu desem birinchi cümle yaqra'u, ikkinchi cümle yaktubu. Birinci cümlenin gramatikilik o'rni borki, xabar, Ahmadning xabari. Yaktubuni şu hükümde o'rtaqlashtirmoqchiki, yaktubumi ham Ahmadning nimasi xabar bo'lishi kerak mana jihatda. Shunda o'g'achqa ma'runda yaktubuni yaqra'uga atf qildik, xuddi Muhammad talibun ve tajirun deb tajirun talibunga atf qilgandek lam atf qilindi. Ma bir nuqta. Ya'ni bayatdan men esildi bo'lsa, takrorlaymiz oxirida. Shunda o'zim deb qo'yay. Vasli keltirilgan o'rin ikki birisi ikki jumla xabaran insha ittifoq keltirgandim. Ya'ni yaktubu degan jumlani yaqra'u degan jumlaga atf qildik. Chunki ikki jumla xabaru jumla. Har ikkalisi fi'li jumla. Birisiga ittifoq keldi. Ma'ni jihatda bir emas. Butunlay zidma emas. Lekin ma'lum munosabati bor. Bir nuqtaga diqqat qilinglar. İkisi bir emas. Yezish boshqa gap, o'qish boshqa gap. Butunlay bir emas, butunlay bir o'qib qolsa, yana atf qilmay keltiriladi. Butunlay zidmi emaski, o'qishda yezish zid ishlarning qatoridan emas. Faqat boshqa ishlar. Tag'ayur va yuradul ishtirak. Yani bu muhim qoidadan birisi. Atf qilingan birinchi o'rin ikki jumla xabar inshoot o'rtaq bo'lib, ma'nisida ayrimlik bor. Tag'ayur degani ikkisi boshqa gap, ya'ni zidlik degan gap emas, juma boshqa gap. Lekin ikkisini ishtiroq qilmoqchi. Mushunda vaqtida atf qilinadiki, yaqra'u va yaktubu. Yaqra'u va yaktubu deb vowdan atf qilinadi. Endi mushu atfining wow yoki wowga o'xshash vositalar bilan maqbul bo'lishining sharti ikki jumla o'rtasida jihat jamiya degani, men hozir degan ishtiroklik bo'lishi kerak, ya'ni o'rtaq bir taraf bo'lishi kerak ekan. İki tarafni bir yerga keladigan bir taraf degani munosabati bo'lishi kerak, ya'ni bog'lanadigan bir taraf bo'lishi kerak. Masalan, Zaydun yaktubu yash'ur. İki jumla bu yerda birinchi jumla yaktubu jumlaning grammatikalik o'rni xabar, ikkinchi jumla yash'uru yaktubu buni qanday qilmoqchi, o'rtaqlashtirmoqchi, shu jumlaning xabar qilmoqchi. Ma'ni jihatda ikkisida tag'ayurlik bor. Tag'ayur deganimiz ayrim o'qim, ma ayrim o'qim. Birisi yezish, birisi she'r yezish. She'r o'qish. Lekin ikkisini o'rtasida bir munosabat borki, har ikkalisi dimsan bilasizlar, birisi yeziqchilik, birisi nima? She'riyat. Ikkisi munosabatli ishlar. Lekin bir emas, butlay zidma emas, manda holatda. Yu'ti va yamna'u birish va bermaslik. Bu ikkisi zidlik anlamdagi mana narsalar, munosabatlik narsalar. Munda o'g'al vaqtida andan keyin atf qilindi. Bu biz bayon qilgan fasli vaslining 7 turlik o'rni bo'tdi. Vaslining 3 turlik o'rni, birisi ikki jumlaning xabar va insho jihatdan nima kelishi, udul kelishi degan shuning tushidi. Esoldi bo'lsin, ikki jumla xabar va insho jihatda udul kelsa, bunga yana bir gapni qo'shamiz. Ya'ni ikki jumla o'rtasida tag'ayurlik bo'lishi kerak. Ya'ni ikki jumla bir bo'lib qolmasligi kerak mana jihatda. Ammo butunlay qarshi ham bo'lmasligi kerak, ishtirok bo'lishi kerak.
Tagayyur ve iştirak degeni ikkisi ayrım narsa, ama münasebetlik. İkisi ayrım ma'na uqum, amma münasebetlik olgan vaqtida andan keyin nima keltirildi? Fasli keltirildi. Vasli keltirildi. Vasli keltirilgan o'rinning birinchisi. Ana o'ganda ikki jumlaning o'rtasida munosabat bo'lish eng tayin muhim. Shunlashqa, ash munosabat muhim bo'lg'achqa, jihat jami'a muhim bo'lg'achqa, ishtirak muhim bo'lg'achqa, Abid Tammamga uning tuanlik so'zi ayiblanib bunaqi qoida ixloflik qilgan, xato keltirgan deb ayiblanadi. Lawallazi huwa alimu anna an-nawa sabirun wa anna Abul Husayn karim mahultu an sunan al-widad wa la ghadat nafsi ala ilf siwaka tahum. Shuna bir zotlan qasam, emas, shuna bir zotlan qasamki, u zot shuni bilguchiga ayrilish achchiqdir deydi, achchiq. Asli sabr degani kaktus degandek bir xil o'simlik bor. Suyni siqib chiqidilgan shop qolsa, qattiq achchiq ham zahardakchi. Ashuni ishlatgan mavruda ma'nosi achchiq degan ma'noda ayrilish achchiqdir. Va Abul Husayn bir sixiy odam deydi. Birisiga sixiy odam. Endi ikkinchi misra bizga muhim emas. Mahult an sunanul bidad va la ghadat. Ya'ni men do'stlik qonuniyadan o'zgarib ketmadim yoki mening nafsim sizden başkasının dostluğa aylanma qolgani yo'q. Demak, men o'zgarmadim deb, birinchi misrada bir g'alati gapdan birini qildi. O'zining muhabbatining o'zgarmaganligini o'tirib qo'yish uchun bir qasam qilgan bir jumlasi bor. La wallazi huwa alimu anna an-nawa sabrun. Shunda bir zotdan qasamki, u zot shuni bilguchi, ya'ni ayrilish achchiqdir. Abul Husayn karimdir. Bu ayrılışning achchiq bo'lishidan Abul Husaynning karim bo'lishining nima munosabati bor? Ikki jumlaning hech munosabati yo'q. Qolgan shartlarning hammasiga tushudi. Birinchi jumla annining ism xabari, ikkinchi jumla mo annining ism xabari o'xshash. Alimunning maf'ulun bihining o'rnida. Grammatikalik o'rni bor. Ikkisini bir ma'noda o'rtoqlashtirish, ishtirak maqsad qilinib bir yerga akildi desak, ma'no jihatda faqat munosabati yo'q. Jamiya yo'q. Bir ayrılışning açıq bo'lishi bilan Abul Husaynning sixiy bo'lishining nashqisining munosabati va hech munosabati yo'q. Shunga men bunda akab qo'shib butunlay xatochi bo'laqa. Bir taqut qo'paranglar oldidagi gap bilan keyingi gapning hech munosabati yo'q. Ashta gap bo'lib qilinglar. Shu manda jumlalarda asfiqlanmaydi deydi. Va zalika ashundoq ayib qo'yilishi shu Abid Tammamning jihat jamiqa ra'y qilmaganligi uchun. Chunki ayrılışning achchiqligi bilan Abul Husaynning sixiylik isimligini o'tirdi hech munosabat yo'q. Ikki gapda bu. Tamam, o'zimizning gapga kelaylik. فإذا لم تتوفر الجهة الجامعة بين الجملتين. İki cümle var. Birinci cümle gramatiklik orunu var. İkinci cümle muş cümlege birlikle destek ötü hükümle demekçi. Ama iki cümle oturda cihet camiayla münasebet alaka kuluklanmışsa ikinci cümle birinci cümleden qanday oldu? Ayrılıp keltirildi. Bu del et-tavassut beynel kamalin degan qismga tushadiğini şu. Bunu qayt so'zlaymiz tahayada. Mesela وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Allah يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ degan cümlede ayette ular şeytanlarından qaşırkiriz deydi ki biz sizlar bilan billah biz faqat ularni ancha-muncha masxara qilib zanliq qilyapmiz. Allah uning masxarasiga qarata javob qaytaradi, jazolaydi. Mushada Allahu yastahzi'u bihim inna ma'akum g'atfiq qimmadi nimishqa ikki gap. İnna ma'akum uning degan gapi Allah yastahzi'u bihim bularning qilgan qilmishiga qarata Allohning qaytargan javobi. Ikki o'qim. No'g'andim o'tirdi maqsad qilinmadi-da. Ikkinchi jumla birinchi jumla o'tirdi shirk qilish maqsad qilinmoqda. Buni biz tavassut baynal kamallar deymiz. Bu fasl keltirilgan qabiladan. Tamam. Ana o'zimizning gapga kelaylik. Biz tahi umumiy jumlalarni sizlarga tushuntirib olmayapmiz. Ya'ni ikki jumla orqa-orqadan keladi. Birinchi jumlaning i'robning o'rni bo'lsa, ikkinchi jumlani shu jumlalar o'rtoqlashtirish maqsad qilinsa atf qilinadi. Unda bo'lmasa fasl qilinadi. Buni hozir qiling. Ya'ni birinchi jumlaning agar i'robdan mahalli bo'lmasa, ya'ni grammatikalik o'rin yo'q uningki, ikkinchi jumlani shu birinchi jumlaga vowdan boshqa atfining ma'nosi bilan bog'lash maqsad qilinsa atf qilinmaydi. Dakhala zaydun fa kharaja amrun thumma kharaja amrun deb masalan taqib muhlat maqsad qilinsa bu cho'ng masala emas bu yerda. Chunki fa'lning ma'nosi aniq masala, u bizning hozirgi tema tadqiqotimizga kirmaydi. Ammo
Amma iza kana lil jumlatil ula hukmun endi masala neydi? Birinchi jumlada grammatikalik o'rni yo'q, birinchi jumlaningki grammatikalik o'rni yo'q. Fa bilan summa bilan atqilmoqchi emas, vav bilan atqilmoqchi. Vavning gibi muhim. Birinchi jumlaning bir ma'nosi bor deydi. Hukm degan bir mazmuni bo'lib, bu mazmunni ikkinchi jumlaga bir maqsad qilinadigan ikkisi bir hukmdek gap emas, ikkisi aylanmaydi gap. Ya'ni munosabat yo'q. Shu vaqtida fasl keltirish vojib, oyatning aynishi. Shu misol shu. Ya'ni shu hukm shu. Ya'ni fasl keltirilgan at-tawassut baynal kamalayn shu. Wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allohu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bir necha jumla bor fasl keltirilgan. Nima uchun desa, ma'jum bilan ajum o'tirida hech munosabat yo'q. Masalan, Allohu yastahzi'u bihim bayat degan qaluga qilinadi. Nima ishqa? Chunki qalu qandoq vaqtga tushunch shaytonlarning qachon kirgan vaqtga tushunch deyiladigan gaplar mazmunlar. Ammo Alloh yastazibim har doim ijro qilingan ma'no. Ikkisi bu jihatda o'rtaq emas yana. Nimishqa bu atfining Allohning ularga beradigan zanglab jazosi ularning shaytonlarining qishida yolg'iz qolgan holda qaytlanib qolgan bo'lishini taqozo qiladi. Atf qilib qo'ysak shunday bo'ladi. Ular u gapni shaytonlarning qishida kirgani deydi ya. Undan atf qilib qo'ysak Allohning unini zangli qilgan qarta jazolashimi shaytonlarning qishida kelgan vaqti bo'ladi degan hukm chiqib qoladi. Holbuki hukm u emas. Bu bir. Vallohu lam ya'tif Allah yastahzi'u bihim degan oyatni qalugat fiqini nimishqa Alloh yastahzi'u bihim degan so'zi yoki qaluga zarfga hasilishda, ya'ni ashundan qaytalning qishiga kirgan vaqtda ijro bo'lishga hasob. Chunki zarfni muqaddam qilish xasliqni paytiraveradi. Bunda o'g'achqa ikkinchi jumladan birinchi jumladanki bir yerda qo'llashmaydigan, ya'ni bir yerda birga kelmaydigan, bog'lanadigan munosabati yo'q. Ikkinchi jumla ayrim bir hukm, birinchi jumla ayrim bir hukm. Shu tufaylidan ikkinchi jumla birinchi jumlaga qanaqa atf. Unda biz hozir qadar agar o'quvchilarimiz tushungan bo'lsa, ikki nuqtani yo'ritib bo'ldik. Birisi vasl qilingan bir o'rinni yo'ritib bo'ldik. Ya'ni ikki jumla xabaran inshoan ittifoq kelsa. Men xabaran inshoan ittifoq kelsa gapni nerdan topdik saboqdoshlar? Ikki jumla kelib, birinchi jumlaning grammatikalik o'rni bo'lsa, ikkinchi jumlaga shu birinchi jumlaning grammatikalik o'rnini berish maqsad qilinadi degandan keyin bunda ikkinchi jumlaga birinchi jumlaning grammatikalik o'rnini berish maqsad qilinadigan o'rin cho'qqin ikki jumla xabaran inshoan ittifoq kelgan vaqti bo'ladi. Va ikki jumla o'tirdi munosabat bo'lsa, andan keyin atf qilib keltiriladi. Bu vaslining o'rni, birinchi o'rni. Endi birinchi jumlaning birinchi jumlaning grammatikalik o'rni yo'q. Yoki grammatikalik o'rni bo'lgan taqdirdami ikkinchi jumla birinchi jumlaga atf qilinadigan maqsadi yo'q, ya'ni bunda bog'laydigan maqsadi yo'q. Ikkini o'tirdi jiha jamiya yo'q. Yoki atfi munosib birinchi jumlaning atfi grammatikalik o'rni yo'q va uning hukmini, mazmunini ikkinchi jumlaga biz bermoqchi emas. Bunda holatlarda tawassut baynal kamalayn deymiz. Buni ya'ni bu birinchi jumla birinchi jumlaning tam o'zi mu emas. Butunlay zid mu emas. Tam o'zi olgan bo'lsa ittisol qatoriga tabi bo'libdi. Butunlay zid olgan bo'lsa inqitoning qatoriga tabi bo'libdi. U mu emas, bu mu emas. Bilakmi desa bir yerdagilik mazmun jihatda butun birmiki desa ikkisining munosabati ayrim. Ma'ni xato chiqadi agar ikkisining munosabatini bir qilsak, bunda holatda at-tawassut baynal kamalaynda buni fasl keltiramiz. Bu bir o'rin. Endi men dastlabki darsning 5 yillamizligi alohida atf qilingan va fasl qilingan 7 o'rinni ayrim so'zlab qo'yishim sababi hozirgidek ba'zi yerlarda elish qiladigan ahvol yuz berdi. Tamam, agar endi birinchi jumlaning ikkinchi jumla uchun birish maqsad qilinmagan hukmi yo'q ekan. Ya'ni birinchi jumla mazmuni yo'q ekan. Ya'ni qana gap bu desa, va zalika bi an la yakuna laha. Birinchi jumlaning o'zining mafhumidan ortiq bir hukm yo'q ekan. Yoki uning ortiq hukmi bor, lekin uni ikkinchi jumlaga birish maqsad qilingan, bunda bo'lib qolsa. Qaranglar endi. Birinchi jumlaning ikkinchi jumlaga birish maqsad qilingan hukm yo'q ekanligiga ikkisi bilak gap ekan bu ikki jumla. Yoki ikkinchi jumlaning birinchi jumlaga birish maqsad qilingan hukmi bor degan gap ikkinchi jumla birinchi jumla ayni bir jumla ekan. Bir jumladek munosabati bor ekan. Bunda bo'lib qolsa. Diqqat qiling ekan. Ya ikki jumla o'tirdi butunlay munosabat bo'lmasa. Ya ikki jumla o'tirdi to'liq munosabat bo'lib qolsa. Bu vaqtda biz nima deymiz desa, ikki jumla o'tirdi kamal inqita bila iham.
Bila ihamni qo'shdi odatda. Bila iham yani kamal inqita degan gap. Bunda yoki kamal ittisol bo'lsa, yoki o'shkisining shibisi bo'lsa. Ma keyindagi gap, oldingi gapning nimasi izohati. Ikki jumlaning o'tirida butunlay munosib uzuklik bor. Degani, peshin qarasangiz shu abzasninki birinchi jumlaga ikkinchi jumlaga birish maqsad qilinmagan hukmi bo'lmasa degani ikki jumla bir-biridan butun munosabati yo'q. Munosabati yo'q bu bir. Yoki ikkinchi jumlaning birinchi jumlaga ikkinchi jumlaningki birinchi jumla ikkinchi jumlaga birish maqsad qilingan mafhumi nima? Mafhumi ortiq mafhumi bor. Bunda bo'lsa ya bo'lmasa mafhum ya bo'lsa. Bo'lmasa degani butunlay ikki jumla o'tirida inqito bor, munosabati yo'q. Bo'lsa degani ittisollik bor. Ikkisi xuddi bir jumlalar. Bunda bo'lib qolsa yoki o'sha ikkining birining shibi bo'lib qolsa, shibi kamallikda, shibi kamal ittisol bo'lib qolsa, bu qanday gap endi bu desa, xuddi ikkinchi jumla birinchi jumlaga munosabatlik tek yoki butunlay uzuk tek bo'lib qolsa. Yine abturmaydi gapni mujmal aytgan. Nimishqa hozir tushunib bo'lmaydi buni. Hozircha sizlar mushu atalg'i bu tushunib turinglar, tafsiri tushunamiz oxirida. Demak, endi onda fasl qilida o'rinda necha chiqdi? 4 chiqdi. Bayat men sizlarga degandim, boshqa 4 chiqdi. Kamali inqita bo'lsa, ikki jumlaning o'tirida bila iham, shibi kamali inqita bo'lsa, kamali ittisol bo'lsa, shibi kamali ittisol bo'lsa, ta'ayyanal fasl. Kitob qaranglar. Ta'ayyanal fasl. Mana 4 o'rinda fasl muayyanlashadi. Agar unda bo'lmasa, hech qaysi tushmasa, fasl muayyanlashadi. Uni sal turib so'zlaymiz. Ya'ni keyingi darsda so'zlaymiz. Nog'anda gapni abturmo mujmal akilib faqat yetib turgilam to'qib qo'ygan bo'ldi hisobda. Men bayatni chiqib yetib turishim. Ya'ni ikki jumla o'tirida kamal inqito bo'lsa, shibi kamal inqito bo'lsa, shibi kamal ittisol bo'lsa, shibi kamal ittisol bo'lsa va ibay altidagidek at-tawassul baynal kamalayn. Ya'ni birinchi jumlaning bir hukmi bor, lekin ikkinchi jumlaga berilmaydi bo'lsa, at-tawassul baynal kamalayn bo'lib, bu 5 o'rinda fasl keltiriladi. 5 o'rindan boshqa har qanday o'rinda fasl keltirilgan bu aran 2. Yani ikki jumlaning o'tirida munosabat bo'lib, birinchi jumlaning grammatik o'rni bo'lib, ikkinchi jumlaga birinchi jumlaning bermoqchi bo'lib, o'tirida munosabat bo'lib qolsa, yani ikki jumla xabaran inshoan ittifoq kelsa va yoki iboyatdanqi at-tawassul baynal kamalaynda fasli keltirsak, ma'no buzilgan holatda bo'lsa, bu ikki holatda fasl keltiriladi. Jami 7 o'rinda faslining o'rinlari bo'ladi. 5 vaslining o'rni, ikkisi 5 faslining o'rni, ikkisi vaslining o'rni. Ashtavolab, mushunchalik yodlab turamiz hozir. Gapni endi boshlaymiz, turlardan bir-birlab boshlaymiz. Endi kallimizda ma'lumotlar aydinlashib oldi. Masalan, biz gapni kamalini ta'tin boshlaymiz. Abturda o'tdi. Amma kamalul inqita jumla o'tirida butunlay uzuklik bor degan nima degan gap bu desa, bu ikki jumlaningki xabaran inshoan labzan ma'nan o'xshamasligiga qaytadi degani birisi xabar jumla. Biz kitobning boshida xabar jumlalarni so'zlab o'tdik. Hukm jihatda insho jumladan boshqa bir jumla, yana birisi insho jumla. Ya labzan ya ma'nan mushtaq farqlansa ikki jumla. Bu vaqtda ikki jumlaning faqat munosabati bo'lmagan bo'ladi. Faqat munosabati bo'lmagan ikki jumlaning o'tirini atf keltirish hojatsiz fasl keltirish. Chunki buni bog'lig'i ham bu uchun bog'lashib munosabat bo'lish kerakda. Bu ayrim gap tursa, bu shunga nima keltirilmaydi? Atfi keltirilmaydi. Masalan, Axtalning so'zi va bir misol, va qala ra'iduhum arsu nuzawiluha fahid fa kullu hadf imri'in yajri bi miqdari ise. Ularning qo'mondoni to'xtab turganlar, urinib baqili, har odamning joni qadrlanmaydi degan shu she'rining o'zida arsu buyruq bil insho jumla, muzawiluha fil mudari ixbar jumla, ikki jumla rismga tutib munosib bo'lmagan bo'lg'achqa o'tirda atfi keltirmadi, nima keltirildi? Fasl keltirildi. Buning ismi kamal inqita bo'ladi. Ya'ni arsu insho labzan ma'nan. Chunki buyruq bil. Biz amirlarni nimda bo'lgan to'q, inshoda bo'lgan to'q. Nuzawiluha labzan ma'nan xabar. Nuzawiluha arsuga atf qilinadi. Chunki ikkisi o'tirda, nimba o'tirda kamal inqita bor. Bu bir. Yoki kamal inqita qanday shakllanadi desa, kamal inqita ikki jumlaning ma'nan muhtot. Labzan ikkalasi xabar, ikkalasi insho bo'lsa, ma'nan birisi insho, birisi xabar. Mata fulan rahimahulloh. Mata fulan xabar jumla bilasizlar.
birov qanaq ketdi, o'lib ketdi demakchi. Rahimahulloh shu ixbar jumladan keyin keltirilgan duo shaklidagi jumla bu inshaalloh ma'nan labzan garchi shakilsi ixbardek turgan bilan xabar jumladek turgan bilan lekin ma'nan rahimahulloh nima bo'ladi? Inshaalloh shu tufayli ikki jumla o'tirda kamal inqitoa deymiz. Yoki kamal inqito qanday yerda bo'ladi desa, ikki jumla o'tirda jami bo'lmagan vaqtida. Bayatdan biz darsning boshidan ikki jumla o'tirda jiha jami bo'lmasa da emasmi? Bo'lmasa, buni o'xshashlardan bo'laveradi, kamal inqito bo'laveradi. İnşallah ütüdü bunu mümkün. Bu kamal inqitoning misoli. Endi kamal ittisolchi. Kamal ittisol desa, kamal inqito 3 o'ringa chiqar ekan. Qayta takrorlaylik. Birisi ikki jumla xabaran labma insha'an labzan ma'nan ikki jihatda o muxtalif bo'lsa yoki ma'nan xabaran bir jihatda muxtalif bo'lsa yoki ikki jumla o'tirida jiha jami'a bo'lmasa bu ikki jumla o'tirida kamal inqitoa deymiz. Endi kamal ittisol degan nima desa, kamal ittisol deganimiz mushu gapni uyg'urcha tushunib olaylik. Ikki jumla o'tirida to'liq munosabat bor. Ajoyib bir bog'lanishlik bor. Bu bog'lanish qanday bor desa, xuddi ikkinchi jumla birinchi jumlamizning o'zideklar. Xuddi ikkinchi jumla birinchi jumlaning o'zidek. İkisi bir cümleler. Endi arab tilini aqtasak, bu anda ikkinchi bilak birinchi bilakdan aynısı bo'lgan shaklda aramasi var 3 var. Ya ikkinchisi birinchisi ta'kid bo'lsa, ta'kid muakkad ikkisi bir gap bo'ladi. Yoki bo'lmasa ikkinchisi birinchisi badal bo'lsa, badal degan mubdala minhudan bir gap bo'ladi. Yoki ikkinchisi birinchisidan atf bayon, bayon tafsir bo'lsa, chunki tafsir mufassirning nimasi bo'ladi? Biz bo'ladi. Yani 3 xil bo'lsa. Demak, mujnun asosan degan vaqtimizda ikkinchi jumla birinchi jumlaning ya badali, ya ta'kidi, ya atf bayon 3 ning birisi bo'lib qolsa, andin keyin ikki jumla o'tirdi. Kamal ittisol. Ikkinchi jumla birinchi jumlaning to'liq munosabati bo'lgan bo'ladi. Bu ikki jumlaning o'tirini atfsiz keltirsak bo'ladi. Chunki bog'lashning hojati yo'q. Zaten o'zi bog'liqlik o'shga jumla ma'ni jihati bir tursa, atf degan gap men abayatni dedim, boshqa tag'ayyur va ammo bağlaşma ihtiyacı var. Ortak qilish, iştirak qilish tegishli, ikkisini musharaka qilish tegishli mazmunlarni bağlash uchun atfishlik qildi. Bu biz hozir davatgan badal ikkinchi jumla birinchi jumladan ta'kid, atf bayon bo'lgan yer ikkinchi jumla birinchi jumla bağlash ehtiyoji yo'qki. Chunki ikkinchi jumla birinchi jumla aynisi tursa, ya ta'kid shaklida kelgan, ya badal shaklida kelgan, ya atf bayon shaklida kelgan tursa. Avtor buni davatudi. Ama kamal ittisol deganimiz neyde tepiludi, ne qayta desa, bu ikkinchi jumlaning birinchi jumlaga ta'kidligicha bo'lishi qayta degan ta'kidligicha bo'lgan vaqtida andagi ikkinchi jumla birinchi jumladan kamal ittisol olgan bo'ladi. Nima uchun ta'kidlab keladi desa, majozlik yoki g'alatlik vahmisini dafi qilish odatda birinchi jumladan chiqqan mazmundan boshqalar digichininki to'liq muddaosini tushunmay yoki buni majozga hamla qilib yoki xato qilib deb ma'noga hamla qilish ehtimolini chatga chiqarish uchun ikkinchi jumla keltirildi. Masalan, Alloh subhanahu va taoloninki la royba fih degan so'zi. La royba fih. La royba degan shaksiz degan gap emasmi? Endi biz la rayba fihning oldidagi jumlaga qarasak, alif lam mim zalikal kitob la rayba fih qarasak, zalikal kitob amanglar bilasizlar, mubtada xabarlik jumla, xabar ma'rifilik keltirildi. Bunda xabarning ma'rifilik keltirilishi bu bir taxsis ifodalasa, zalikada kitobga yaroqlan ishorat qilishi buyuklikni ifodalaydi. Endi bu taxsis va buyuklikdan chiqqan mukammal degan bir ma'no chiqadi. Kitobning, Qur'onning mukammalligi, Qur'oni Karimning boshqalarni ishontirishki xususiyati bor. Boshqalarni ishontirishda mukammal kitob degan gap, shak yo'q kitob degan gap. Demak, zalikal kitobning o'zidan shak yo'q degan ma'no chiqadi. La rayba fi ikkinchi qatda men shu ma'noni ifodalab keldi degan gap, bu jumla jumlaning nimasi bo'ldi? Ta'kid oldi degan gap. Abturdo'di. Kitobni mukammallikda eng yuqori darajaga yetish bilan sifatlashda mubolag'a qilinadi. Bu mubolag'a qanday shaklda mubolag'a qilindi desa, zalikani mubtadani zalika qilish orqali va al-kitobdagi xabarni lam bilan ma'rif qilish orqali alif lam mim zalikal kitob oyatda. Mush birinchi oyatdan eng mukammal kitob degan gap chiqib bo'ldi deb bu yerdan. Endi sami o'ylanishdan ilgari shunda bir vahma qilib qilish ehtimoli borki, bu bir iniqlamay, gapni puxta qilmay, jazm qilmay, taxmin shaklda deyilgan gap o'xshaydi deb o'ylab qilish ehtimoli bo'lgan vaqtida Allah bu xil ehtimolga zarb urib qay so'zni akeldi? La rayba fi degan so'zni agashtirib akeldi
Nimishqa o'zining ilgirki kalamini ta'kidlash uchun va ash vahmini yo'qotish uchun. Chunki shak yo'q degan gapning o'zi yuqorqi mukammal kitob, ash buyuk kitob, katta kitob degan yerni chiqardi. Ta'kidli odatda vahmi, majazlik, g'alablik va yo'q uchun qildim. Shundan keldi. Bo'lmaganda bu ma'no asha chiqardi. Yani ma ta'kidning vaznisi xuddi nafsuning vaznisiga o'xshaydi. Ja'ani Zayd nafsuda biz grammatik kitoblarda Zayd keldi desa qarshi taraf "Va Zayd kelmaganda u o'zi kelib emas" desa, "Voy o'zi keldi" deydigan bir shaklda deyildi emasmi? Aynan shu ma'no şu vazniga ta'kidning shu vaznisiga oyatdagi ta'kidning shakli o'dil keladi. Ya'ni sami uchib qolish ehtimoli bo'lgan vahmin dafi qilish uchun bu bir misol. Ikkinchi misol Hudal lil muttaqin degan oyat kelsak, bu mu yani zalikal kitobning nimasi? Chunki mukammal kitob. Qur'onning vazifasi nima edi? Boshqalarni to'g'ri o'taklashdi. Mukammal degan gap shu. Hidoyatni mukammal degan gap. Ya'ni bu hidoyat qiladi degan o'qim chiqib bo'lganda, chiqib bo'lgan o'qimni Hudal lil muttaqinni qanaqa takrorladi. Buni o'zi bu ta'kid masalan. Ya'ni buning ma'nosi osh kitob hidoyatda shu darajaga yetganki, uning kunhu degan gap nihoyatda va siri yetilmaydi. Xuddi xolis hidoyatdek. Ashu zalikal kitobning ma'nosi shu. Chunki uning ma'nosi yuqorida o'tgandek mukammal kitob degan gap. Mukammal degandan maqsad hidoyatning mukammalligi. Chunki kutubi samaviyalar bularning darajasi, shu mukammallik darajasi shu hidoyatni farqlanadi. Unda ma ta'kidning vaznisi Favizan hada ta'kid alal kamal. Shu mukammallik kelgan bu ta'kidning vaznisi hidoyatda xuddi Zaydunning vaznisiga o'xshashga, chunki mu'minlarga hidoyat degan gapning o'zi zalikal kitobdan chiqish ehtimoli bordi. Zalikal kitobning o'zi bir hidoyat degan o'qimni oladi. Demak, bu ta'kid. Demak, birinchi jumla la rayba fihi ta'kid o'g'achqa. Hudal lil muttaqin ta'kid o'g'achqa. Butun uch jumlaning hammasi bir reklam. Bir ma'noni ifodalayotgan reklam. Uchinchisi bir jumla reklam. Qum chiqdi. Şun başqa buni atflik keltirishning hojati yo'q. Nima keltiramiz? Fasldan keltiramiz. Bu kamoli ittisolning birinchi turi. Kamol ittisol 3 turli bo'ladi degan emasmi? Ikkinchi jumla birinchi jumlaga ta'kid olgan vaqtda ikki jumla o'tirdi, kamol ittisol bo'ladi. Ikkinchi jumla birinchi jumlaga badal olgan vaqtda ikki jumla o'tirdi, kamol ittisol bo'ladi. Ikkinchi jumla birinchi jumladan atf bayon bo'lgan vaqtda ikki jumla o'tirdi, kamol ittisol bo'ladi deb ma'o ta'kid olganning misoli. Ammo Abdurrahman Davachi. Ve yaudu kemal ittisal. Yani kemal ittisal ikinci cümlenin birinci cümlege bedel buluşu hayretliğini müştehid tepeledi. Çünkü birinci cümle muratның tamamını ifadalab berilmeydi. Yoki ifadalab berilmagandek holat. İkinci cümlenin aksi. İkinci cümle to'liq ifodalayalaydi. Bedel ashtal narsa biz nahvida o'qidik buni. Bedel mubdal minhu maqsadni to'liq ifodalab berilmagan vaqtda undan bedel keladi. Ayni shu. Ama shartni mudsa ala yakunul maqam. Ama maqam ma'lum bir nukta, ma'lum bir inchki mazmun ustidan buning ahvoliga texnik ko'ngil berishni taqozo qiladi. Nima uchun? Chunki o'zida bir matlub yoki fazi' ish, ajoyib ish yoki nozik bir ish bo'lganligi uchun. Masalan, amaddakum bima ta'lamun. Alloh sizni biladigan nurg'un yordamlar bilan, ne'matlar bilan sizlarga yordam berdi desa, u asli uning oldidan qarasa balkim bayqayalaydi, topayalaydi, ammo topamaslik ehtimoli yoki qaramaslik ehtimoli bo'lib qolganda tafsiliy sanab turib, amaddakum bi an'ami va banin ve cennetu ve uyun deb keyingi cümleni oldingi cümlege bedel sifatida texmi izohlash maqsadni to'liq ifoda sifatida keltirildi. Ya'ni bu yerdagi asosiy maqsad Allohning ne'matlariga qanaqalik eskartish, Allohning ne'matlariga eskartish. Amaddakum bi an'ami va banin degan ikkinchi jumladagi ma'suzi Allohning shu maqsadni ifodalashda, ma'noni ifodalash birinchi so'zdan bakroq ifodaladi. Avval degan bakroq ifodalaydi birinchi jumladan. Nimishqa ikkinchi jumla Alloh bandalariga shuni bilan yordam qilgan narsalarga tafsiliy dalolat qilganlik uchun muxotablarning tushunishga havola qilmasdan ular shu vaqtimizda qarab chiqib qadamlar o'g'achqa. Sizlar biladigan narsalar bilan sizlar yordam qildi desa, nima yordam qildi bizga deb qilolmasligi mumkin. Undan tafsiliy sanab turadigan gapda mana bu nuqtadan ikkinchi jumla birinchi jumladan bakroq ifodalaydi ma'noni. Tabiiy yordam berish bu yerda tilga olgan an'am, banin, jannat uyullar bilan bo'ladi. Bu dal Alloh yordam bergan narsaning bir qismi tahi. Ana buning vaznisi xuddi a'jabani Zaydun vajhuhu dek. Vajhu ya'ni badal ba'z deb qo'yamiz-ku bizlar badal ba'z deb bir qismini badallashda. O'sha xil shakldagi badalga tushadi bu. Ya'ni badal ikkinchi jumla birinchi jumlada nima badal? Badal degani ayni shu ikkinchi jumla birinchi jumla aynisi shu yoki juz'iy shu badal ba'z bo'lib qolsa.
Nimishqa vajhi birinchisi bo'lgan Zaydning ichiga kirganlik uchun. Masalan, aqulu lahu irhal la tuqimanna indana va illa fakun fis sirri wal jahri muslima. Men sana deyman, unga deymanki, yuqula va kucha va deyman. Tumug'im bizning qashimizda deyman. İlla ki tusan, aşkar olsun, yuşun olsun, bizden yakışıp öt, yarışıp öt deyme. Muş yerden üzge qarasak mı aynen bayatlık bir mesele var. İrhal, köç. La tuqimenne indana. Köç diyen gap, ket diyen gap. Ama digicinin maqsadi nima desa, köçemdu, köçmemdu muhim emas, bizden birni tumaslık. Köçüşning ifodalagan ma'nosi omroq o'g'achqa. Texmi iniq qilib mening muddaayim sen bizning qashimda tuma degan ifodalash degan mushu qomni ikkinchi jumla la tuqimanna indana bak ifodalaydi. Mushuna vaqtda ikkinchi jumla la tuqimanna indana irhaldan nim bo'ladi, badal bo'ladi. Bu bayatdan oyatdagi bizning ayirgan ikkinchi jumlaning birinchi jumladan badal bo'lish misoliga bak o'xshaydi. Abturmada aytadi, sha'rining bu so'zidan maqsad onun turuşunu, yaman görüşünü, yaman kögellikini aşkara oturup koyuş. Demişqa, onun yuşurun halıtından aşkara halıtından biraz biz oxşmağanlık sebeptin. La toqimanna indana degini, del şaarının maksat kılıvatkan muşu, irhal diye, muşu ma'nini ifadeleşte, irhal diyen qarağa vaqtı bekrak ifadeleşte. Demişqa, la toqimanna indana degen cümlenin ki, maksatga ta'kidlan birge, dul dalalat qiladi. Chunki la toqimanna irhalda ta'kid yo'q. La toqimanna da ta'kid bor. Ham buning maqsadi kuchash demak emas. Balki men bilan tuma, bizlar bilan tuma demakchi. Maqsadi ma'u. Ama shu vaqtning o'zi irhal tadammum bilan ifodalaydi, ta'kiddan xoli shaklda. Ko'sh desa shu ko'shsa tumaydanlik qilishda. Bundan vasitlik ifodalaydi. Avu tuma deb bevosita ifodalaydi. Irhalda ta'kid yo'q. La toqimanna nima ta'kid bor. Hamda amaddakumning vaznisi dal oyatdagi la tuqimanning vaznisiga o'xshaydi baytdagi. Yaqmana. Oyatdagi amaddakum ikkinchi amaddakumning vaznisi she'rdagi baytdagi la tuqiman indananing vaznisi a'jabani daru husnuha diki husnuhaning vaznisiga o'xshaydi degani, ya'ni biz nahvida o'qigan badal ijtimolga o'xshaydi demakkan bu yerda. Chunki husn degan uqum dar degan uqumga muğayir degani bunda ikkisi boshqa uqum bu. Chaylaqlik degan boshqa gap, uy degan boshqa gap. Shuningdek tumaslik, kuchishga boshqa gap ikkisi. Men muğayirini ziddat tarjima qilmoqman, boshqa gap ikkisi. Va uning ichiga kirmaydi. Lekin o'tirda aloqa bo'lishlar. Aloqa bor, lekin kirmaydi bir-birisining ichiga. Ma nuqta bor. Mush nuqtadan bu badal nima bo'ladi? Ihtimol bo'ladi. Bu bir. Hamda o'zimizning gapiga kelaylik, saboqdoshlar. Kamal ittisolni gapini qilib ketayotgan. Kamal ittisol 3 xil narsaga asoslanadi. Birisi ikkinchi jumladan birinchi jumlaning ikkinchi jumlaning birinchi jumlaga ta'kid bo'lishi, ikkinchi jumlaning birinchi jumladan badal bo'lishi, uchinchisi va yaudu kamal ittisol aydan. Ya'ni kamal ittisol ham ikkinchi jumlaning birinchi jumlaga bayon bo'lishiga qaytadi degani, bayon bo'lgan vaqtida ikkinchi jumla birinchi jumlaga bayon bizlar nahvida atf bayon shu. Mushtaboq vaqtida undan keyin ikkinchi jumla birinchi jumlaga nima bo'lgan bo'ladi? Kamal ittisol bo'lgan bo'ladi. Wal mahajja لأن تكون الثانية بيانا للأولى. Yani bu yerde çünkü والمحجة لأن تكون بيانا للأولى. İkincisinden birincisiga bayan buluşuğa yerdeki ihtiyaç orun nima desa, birinchisida ma'lum bir maxfiylik, huquqsizlik bo'lib, maqom shu huquqsizlikni yo'qotishni taqozo qiladi. Buni biz shu tavobilarda nahvida so'zlab qo'yganmiz bunlar. Ya'ni badal olsun yoki atf bayon bo'lsin, birinchi jumla to'liq ma'noni ifodalab berilmagan vaqtida ikkinchi jumla shu ma'noni qanday qiladi ifodalaydi. Bu shu ayni shu. مثلا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. مش آياتنا özde iki cümle ve avval فوسوس إليه الشيطان bu bir cümle قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. Bu cümle ikinci cümle. İkinci cümle bir cümle oturup faslisiz keltirildi. Çünkü iki cümle oturdu nima kamal ittisal xud bir cümle. Qanday munosabat bor desa, birinchi jumlada azroq ijmolilik bor. Ya'ni shayton vasvasa qilsa, nimda vasvasa qildi deydigan bir uqum chiqadi. Vasvasa qilganligini uqqan bo'lsaqmi, tafsilot o'qimadik-da.
Qala ya Adam deb vasvasining tafsili jarayoni qala ya Adam degan jumlada. Endi bu ikkinchi jumla, birinchi jumlaga nima bayon? Qala degan jumla birinchi oldagi jumladan ayrildi, fasli keltirildi. Nimishqa qala degan jumla vasvasa degan jumlaning tafsiri va tabyini bo'lg'achqa. Bayoni bo'lg'achqa. Buning vaznisi dal aqsana billahi Abu Hafs Umar degandiki, Umarning vaznisiga o'xshaydi. Abu Hafs da Madinada 3 Abu Hafs vatda, sal qaysi ilkinligini qo'ymay qoladi. Umar kelsa degan shu Abu Hafs'i aydınlaştırdı. Shunga o'xshashlan bir masala. Biz nahvida o'qigan badal atf bayonon turi bilan, anki jumlalardagi badal atf bayon turtunishdi. Demak, ma 3 o'rin ikki jumla o'tirdi, kamal itsal bab degili bo'ladigan o'rin, mush o'rinda nima keltirildi, fasli keltirildi. Endi bu gapni keltirildi, bunda keltirildi ekanmiz, ama biz aksi o'ylasak, ya'ni oldimizga bir jumla keldi, fasli bo'lib keldi o jumla. Biz o'ylashimiz kerakki, mush fasli keltirilgan o'rinda cho'qim ya kamallar inqito va munosabati boshqa ma'ni nashta olamiz. Ya bu kamal ittisal va ikkinchi jumlaning birinchi jumla munosabati favqulodda kuchliq ma'nini shu bo'yicha olamiz. Biz o'zimiz keltirishda ma'nodan o'ylasak, boshqalar keltirgan iborani tushunishda yana bir nuqtadan o'ylaymiz. Shu orqali boshqalar keltirgan jumladagi jumlalarning o'rtasidagi munosabat ma'nolarini maslashtirib chiqarsak, o'zimiz keltirib o'qigan jumlalarni shu xil munosabat ma'nolarga diqqat qilib, mushkil shaklda keltiramiz. Bugungi darsimiz shu to'xtab tursin. Darsimizning oxirisida yana biz kamal inqitoni so'zlab bo'ldik, shibi kamal inqitoni so'zladik, kamal ittisolni so'zladik. Endi nima? Kamal ittisol inqitoni so'zlab bo'ldik. Kamal ittisolni so'zladik. Kamal inqito bilan kamal ittisolni so'zlabdik. Shibi kamal ittisoldan shibi kamal inqito ikkisi qolib qoldi. At-tawassul baynal kamalayn taxa iniq qolib qoldi. Mana oldida ancha mujmal so'zlagan bo'lsakmi, andikin vaslning o'rinlarini taxa qanaqa bo'lib so'zlamadik. Inshaalloh kelasi soatlik darsimizda musha ahvollar tafsili so'zlanadi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.